soliqchilar tomonidan masalalar bo'yicha bizga ko'mak berilyapti. Bu juda ham bizga yoqdi. To'g'ri, buni qabul qilyapmiz. Oldindagi masalan tekshiruvlar yo'q, hozir faqat ogohlantirish, ko'mak berilyapti. Dasturlar oldinga qaraganda juda ham tez ishlayapti, zo'r ishlayapti, platformalar yengillanyapti. Shunga qaramasdan kamchiliklar bo'lib turgan holatda bizga inspektorlarimiz ma'lumotlarni berib ketishgan. Xohlagan paytimiz telefon qilib, ularga savol berganimizda unga yechim topib berishyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yaqqol misol masalan bugun o'zlari kelib, mehmonxona va chekovoy kassa apparatlari bo'yicha tafovutlar bo'yicha gaplashganda biz buni tushunib oldik nimaligini, o'zi aniq tushuntirib berishdi. Oldin buni bilmasdik. Bu masalani hal qildik. Bugungi kunda soliq inspektorlari kelib ko'maklashayotganidan juda ham xursandmiz. Restoranimizdagi sistemani davlat soliq organlari bilan integratsiyasi bo'yicha amaliy yordam so'ragan edik. Kelib tushuntirish ishlari o'tkazildi. Har bir tovarni IQP kodi, har bir tovarni upakovkasini kodi va kod TNVD haqida tushuntirib o'tishdi. Hozir biz 3 kunlik testli rejimda ishlayapmiz. Testli rejim o'tgandan keyin 100% integratsiyaga o'tamizda har bir sotilgan tovar, har bir sotilgan chek davlat soliq organlarida ko'rinib, buxgalteriya to'g'rilanishiga olib keladi, balans to'g'ri bo'lishiga olib keladi. Shu muammolarning yechimini ko'rsatish uchun inspeksiya rahbariyatining o'zi keldi, amaliy yordam ko'rsatishdi. Xudo xolisa yog'iga ishlaydi endi. Soliq organlari avval tekshiruvchi sifatida qaralgan bo'lsa, hozirda yordamchi sifatida, ko'makchi sifatida qaralyapti. Bundan biz faqat xursandmiz. Bu tadbirkorlikni rivojlantirishga baribir olib keladi.